Bu videoda O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tanqidiy fikrlash, muammoli masalalar va shaxsiy rivojlanish kabi fanlarni olib kirib, ular yordamida oltin kitob loyihasini yaratgan Farhod Turdialiyev-Turobovich haqida gaplashamiz. Farhod Turdialiyev-Turobovich 1995-yil 27-iyulda Samarqandning Bulung'ur tumanida tug'ilgan. Farhod Turobovich yoshligidan ilm olishga juda qiziqqan. Aynan shu intilish va qiziqish uni hayot yo'lini belgilab bergan. U Samarqand shahridagi 42-sonli ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil oldi. Maktab davridayoq tarix, iqtisod va psixologiyaga qiziqqan. Bu fanlarni o'rganish Farhod Turobovichning fikrlash doirasini kengaytirib, har bir ishda mas'uliyat bilan qarashni o'rgatdi. Maktabni tamomlagach, u Samarqand tibbiyot universiteti qoshidagi akademik litseyda o'qishini davom ettirdi. Keyinchalik 1 yillik harbiy xizmat safarini o'tadi. Aynan shu xizmat davri unga mas'uliyat, intizom va qat'iylikni o'rgatganini doim ta'kidlaydi. Harbiy xizmatdan so'ng Farhod Turdialiyev Samarqand davlat chet tillar universitetiga talabalikka tavsiya etildi. Universitet davomida uni faqat bilim, balki dunyoqarashini ham kengaytirdi, ko'plab tanishlar orttirdi. Qolaversa, til o'rganish va kengroq fikrlash unga kelajak loyihalari uchun mustahkam asos bo'ldi. Farhod Turdialiyev yoshlikdan boshlab bir yo'nalish bilan cheklanib qolmadi. U bir vaqtning o'zida tadbirkor, ta'lim sohasida loyihachi va bir nechta ta'lim tashkilotlarida rahbar sifatida faoliyat olib bordi. Uning asosiy maqsadi faqat bitta: ta'limda real natija. O'z tajribasini boyitish maqsadida Farhod Turdialiyev Qozog'iston, Turkiya, Xitoy va Kanada davlatlarida bo'ldi. U bu mamlakatlarda ta'lim tizimi, metodikasi va bolalar rivoji uchun ilg'or yondashuvlarni chuqur o'rgandi. Har bir qilingan safar uni yangicha loyihalar qilishga undadi. Aynan shu bilim, tajriba va kuzatishlar bugungi kunda 1 million xonadonga kirib borishni rejalashtirayotgan Oltin kitob loyihasining yaratilishiga sabab bo'ldi. Bu loyiha bolalarda mustaqil fikrlash, keng dunyoqarash va mas'uliyatni shakllantirishga qaratilgan. Oltin kitob bu shunchaki loyiha emas, bu kelajak uchun qurilayotgan poydevor. Bu bilimni emas, fikrlashni o'rgatishga qaratilgan yondashuv. Farhod Turdialiyev 2021-yilda Status kompaniyasida 30 dan ortiq xodimlar va hamkorlar bilan 3000 dan ziyod mijozlarga xizmat ko'rsatgan. 2022-yilda Status School kompaniyasiga asos soldi. 70 ga yaqin xodimlar va hamkorlar bilan 10 mingdan ziyod mijozlarga xizmat ko'rsatgan. 2025-yilda Oltin kitob loyihasiga asos solgan. Farhod Turdialiyev uchun ta'lim bu kasb emas, bu mas'uliyat va aynan shu mas'uliyat millionlab bolalarning kelajagiga ta'sir qilishi rejada tutilgan. Hozirda Farhod Turdialiyev va uning xodimlari aynan shu maqsad ustida ish olib borishmoqda. YouTube sahifamizga obuna bo'lib, videolarimizni kuzatib boring. Aynan shu sahifamizda Oltin kitob mahsuloti, ta'sischisi, Oltin kitobdagi fanlar onlayn platforma. Qisqa qilib aytganda, Oltin kitobni shu sahifamizda yoritib boramiz. Shuning uchun hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ying.